Taqabbalallohu minna va minkum solihal a'mal. Ulug' Tengri taoloning oti bilan aziz do'stlar va hurmatli radio televizion milliy Afg'onistonning ko'rguvchilari va muxlislari, o'zbek dasturimiz Samangon viloyatidan xush kelibsizlar. Ayniqsa Ramazon oy ham qarib xalos bo'latibdi va Ramazon bayrami ham kelatibdi. Shu irtibotga biz Samangon viloyatining farhangi, rasmi rivoj va nima raqam bir Ramazon bayramidan tajdil qiladi va o'tkazadi va bozorda narxi navo nima raqam, nima narsalar Samangon yashovchilari va xalqi yegulik nuqta nazaridan, ichimlik va kiyish nuqta nazaridan oladilar va nima raqam omadalik oladi va Ramazon bayramini ro'zlarini ichiga va kunlariga nima farhangi bor va ko'proq bu mavzularda sizlarga va aziz ko'rguvchilarga tasvirga chiqaramiz va rasmga chiqaramiz. Va sizlardan xohlaymiz-ki, o'zbek dasturimizni boshlig'idan to oxirigacha bizlar bilan bo'lingizlar va bu o'zbek dasturni ko'ringizlar. Aziz do'stlar va hurmatli radio televizion milliy Afg'onistonning ko'ruvchilari va muxlislari, o'zbek dasturimizni davomisiga Samangon viloyatidan xush kelibsizlar. Shundoq ko'rasiz, qabotimizga bir Samangon yashovchisi bor. Albatta irtiboti farhang, rasmi rivoj, namoz uchun yo Ramazon bayrami uchun so'zlaymiz va gaplashamiz. Albatta namoz kelmay turib yo Ramazon bayrami kelmay turib nima ishlar bo'ladi, namoz, ro'zlar nima ishlar bo'ladi va nima narsalar yegulik va ichimliklardan pishirarlar, tayyor qilarlar. Ko'proq bu hurmatli akamiz bilan ham gapiramiz. Avval yo o'zbek dasturimizni boshlig'iga bir kishi bilan ma'rifa bo'lamiz va undan nori o'zbek dasturimizni mavzusi irtibotiga gapiramiz. Salom akajon, vaqtingiz xayrli bo'lsin. Bo'ladi o'zingizni bizlarga va aziz ko'rguvchilarga ma'rifa qilsangiz. Salom sizlarga, ko'rinchilarga. Biz otamiz Hoji Azilo Samangondan bo'lamiz, Qariya Dalhakinan bo'lamiz. Ko'p yaxshi. Akajon, qarib yetdik albatta Ramazon bayramiga. Alhamdulillah, ro'za oxir. Ro'za oy qanday o'tadi? Qanday o'tdi deb? Ro'za oy ko'p salqin edi, ko'p yaxshi o'tdi. Baxar kelsin va xush bo'lsin. Yaxshi gap, hurmatli akam, mendan aytsangiz-ki, namoz kelmay turib Samangon yashovchilar, Samangon xalqi nima omodaliklar qiladi, nima ishlar qiladi deb? Omodaliklar ana shu xona takoni, mehmon nimani bir meva oladi, u sharishday 3 kun namozni qiladi. Ona sharishtaga dega ona mardum meva oladi, narsa oladi. Bale. Ko'p yaxshi. Va Samangon mardimda yo Samangon xalqimiz u yashovchilarda farhangi Ramazon bayrami kunlar yo ro'zlar nima raqam, masalan, avval ro'zi yo bayram nima ish qiladi, duumi 3-ro'zlar bo'ladi, irtibotga gaplasangiz. Namoz kuni namozni o'qib keldi. Faqat shu o'ta yenani oldiga katta bo'lsa, oldiga boradi. Dega birada amak va amakbacha qavmi xeshini o'yiga boradi, bir duo qiladi. Ona qavmi xesh ham shu sobiqa birada darsaxoni 100 yil damdi avor qiladi, ustiga meva teradi. Kelib ona shunda bir o'ltiradi, bir 4 ta mevani yeydi, bir muborak qiladi, ketadi, turib o'yiga ketadi. Ana shu bizning rasmiy rivojimiz. Bale. Ana shu qavmlarga boramiz, ketamiz, kelamiz, ana shu sufralarda darsxonalar avor, ana shundan non point bir narsa jo'r qiladi, yeymiz, kelamiz. Ko'p yaxshi. Shu kelish, ketish yo shu idgashdagi irtibot, namoz kunlar qancha ittihod va ittifoq va birlik va birdamlikka foydasi bor? Ana shu namoz kuni ketib shu qaysi bir kina va qudrat va kamitimi ham bo'lsa shu gum bo'ladi. Ko'p bir samimiyat topiladi, bir-birovga bir qavmdorligi, bir mukammaltar bo'ladi. Ana shu gaplar foydasi bor. Akajon, Ramazon bayramiga Samangon mardim nima yegulik va ichimliklardan va kiyishlardan tayyor qiladi va o'zlariga sotib oladi, omoda qiladi? Ana shu namoz kelmay mardum ana shu bir sobiqa birodar shu oqshamiga bir iftori bir polak pishiradi, bir bomya pishiradi, iftorga pashaviga ona shu sobiqa guruch, palav, ona shu go'sht, ona shu gaplar degan. Ona namoz kuni ba'zan o'sa qudratdan desa bir sho'rba yo bir narsa keladi, bir qavmlarga beradi. Bo'lmadan shu meva degan, shu mevani meva yeyadigan mevalar bor ana shular. Bale. Va to'qish gilamlardan aytsangiz nima raqam? Gilamlardan bir raqam bizlarda rasmimiz borinki bir narsani xirsak deymiz. Bale. Xirsak ana shu narsani shu o'yiga kelinlar agar to'y bo'ladiganlar bir ta jo'laydi, o'yiga ketib avor qiladi. Har qaysini 80 ming, 90 ming qiymati bor. Bale. Ona u xirsaklardan jo'radi. Qolindi to'qigani bizda Samangonga ko'p kam.
Bale. Qolin ziyodlari Naqsha va Shibirg'on bu mintaqalarga boring, Mazorga, Samangonga ko'p kam. Va xirsakdan yod qildingiz bo'ladi, ko'proq aytsangiz xirsak nima raqam bir necha? Xirsak faqat shu qo'ydi junginan. Bale. Qo'ydi junginan bu mardum shu o'zini to'q jo'r qilading. So'ng uni shu qo'yadi, uni shu to'qib jo'rlab uradi, buni qolin jo'r qiladi. Qolindan ko'ra yaxshiroq bo'ladi gul. Bale. Ha, buni jungi bir zara uzroq qo'yadi buni. Bale. Kattakon rahmat sizdan akajon bo'ladi payomingizni va aytayotganingizni aytsangiz. Tashakkur, jo'r bo'ling. Xudo bir oromlik ma'ni bersin. Biz boshqa bizning nima payomimiz boring, ana g'arib bechora darbadar degan parishon lolavonani bir boshqa tashakkur sizdan. Xudo mehribon. Xudo amon qoling. Baxar. Aziz do'stlar va hurmatli radio televizion Milliy Afg'onistonning ko'ruvchilari va muxlislari. Shundoq ko'rasizlar, biz Samangon viloyatining bir do'konlaridamiz va shundoq ko'rasiz bir akamiz albatta namoz uchun, omadalik uchun bozorga kelgan va hisobi farhang, rasmi rivoj va omadaligi Samangon xalqimiz va mardumimiz gapiramiz. Hurmatli akamiz mana ma'rifi bo'lamiz va undan nori irtibot o'zbek dasturimiz so'z deymiz. Salom akajon, bo'ladi o'zingizni bizlarga va aziz ko'rgishlarga ma'rifi qilsangiz va tanitsangiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Meni atim Saidjamil Amoni, Qaraylardan bo'laman. Bugun bozorga keldim, be xotirki xaridori ba'zi mevaga be xotir Eid uchun. Kattakon rahmat Amoni janoblari, xeyli xush bo'ldim. Ro'za oy nima raqam o'tadi deb, nima raqam o'tdi to'lig'icha shundoq ko'ramiz, necha kun qolibdi Ramazon bayramiga. Ro'za oy qizimga sizga ma'lum bir muborak oy. Bale. Be xotirki bu oyga hamma mardum ro'za tutadi, ibodat qiladi. Ibodat bu oyga ko'p xursand bo'ladi mardum be xotirki ibodat qiladi. Xudovand bir bu oyda 12 oydan bu oyda ko'p yaxshi degan, rahmat degan. Bu oyda avvalo rahmat دومه مغفرت سومه günahları bağışlamak, omadan dozaqdan, azaptan xilos qilmoq. Bu oy ko'p yaxshi oy. Bu oyga hamma musulmonlar namoz o'qiydi, ro'za tutadi, tarovih o'qiydi. Xudoning ibodatini ziyodtar, behtar qiladi to'yki Xudovand rizo qilsa. Ko'p yaxshi. Shundoq ko'ramizki, necha kun qolib Ramazon bayramiga va nima omodaliklar oldingiz bo'ladi, egulik haqida aytsangiz va ichimlik va kiyish haqida aytsangiz. Albatta Ramazon-i Sharif ro'zai oxiri necha ro'z qolibdi. Shu ro'zlar hamma musulmonlar omadagi ro'za Eid oladi. Bu xotir ro'za Eid omadagi meva xushk oladi, bozorga kaloy ne oladi. Mana payg'ambar aytgan, Xudovand aytgan, bu xotir ro'za Eid, bu xotir xushi ro'z alavoziki ibodat qiladi, mardimga sadaqa beradi va tomlarini zarif qiladi, pok qiladi. Bu xotirki pok nizofat juz iymon. Xususan ro'zai Eidga, ro'zai Ramazonga, oxirgi ro'zga mardum hamma masruf ishi, kor, pokkoru, kor kaloy ne oladi, uni ro'zai Eidga kiyadi, bir-biriga tabrik beradi. Kattakon rahmat, hurmatli Amoni janoblari, bundan aytingizki, Ramazon bayrami kunlar, masalan, birinchi ro'ziga mardum Samangon nima farhangi bor, ikkinchi ro'ziga nima farhangi bor va uchinchi ro'ziga bo'ladi bizlarga va aziz ko'rgishlarga ko'proq aytsangiz. Xo'p, 3 ro'z Eidga mardum Samangon ro'za avval Eidni o'qiydi, namoz Eidni ado qiladi. Bir-biri bilan ko'rishadi, kasoyki bir xafaligi bor, ular ikkovi bir ro'za Eidga ko'rishadi, ro'za avvalga, ro'za do'mi, so'mi Eidga hammalari bir-biriga boradi. Bu xotir Eid muborakiga, do'stlarniki, aqoriblarniki, marizlarni borib so'raydi, kasoyki favqiyam ularni uylariga boradi, sag'irlarni borib so'raydi, ularga tuhfa beradi, xarchi beradi, ro'za maydalarga Eidni beradi. Bir farhangi در مجموع مردم سمنگان شمی فرهنگی بار که sizga ma'lum, bizga ma'lum ki hamma mardum bir o'zlarida ko'p xushu birovni ke boradi, tafriq qiladi, xushorlik qiladi, xursandlik qiladi. Ko'p yaxshi. Shu kelish, shu ketish yo idgashtak farhangi Eid ro'zlariga ittihod va ittifoq va birlik va birdamlikka qancha ahamiyati bor va qancha naqshi bor?
بل روزا ایتکا لواز هر وقت که اتحاد اتفاقلق ارزش اهمیت زیاد خصوصا روزا ایتکا به خاطر که انسانlar بعض اوقات bir ehtiyotli bo'ladi, bir bilan urishadi, biron janjal paydo bo'ladi. Boyat ro'za aytga bilar baqalkashlik qilsa, bilar bir bilan ittihood bo'lsa, ittifoq bo'lsa, birovni ko'chsa, bu ko'p ahamiyati bor. Buni Xudovand aytgan, payg'ambarimiz aytgan, to'yki shu ro'zlarga agar musulmonlar xafa bo'lgan bo'lsa, shu ro'zlarga nima bo'lmasa, Xudovand undan rozi bo'lmaydimi? بله بخش و نماز جریانida یا رمضان bayramini kunlarida امنیت nima raqam sep امنیت باید در تمام افغانستان خصوصا سمنگانگا تا هیچ قیسی بر واقع دلخراش بلگن جوق امنیت سر تا سر سمنگانگا تأمین سر مسئولین سمنگان biz خوشمز که روزای ایتکا خوب یخش تدابیر امنیتی یخش آلگان منگا تمام مردم افغانستان تمام مردم سمنگان خوش و امید قلمان که طاعت عبادتlarimiz ulug' Tengri taoloni oldiga qabul bo'lsin va sizga ham ulug' Tengri taolodan istayman ki yaxshi ro'zlarda tajlil qiling va o'tkazing baxayr. Hurmatli og'asi, payomingizni eshitamiz. Albatta qutlug' payom bo'lsa yo payomi umum bo'lsa, bizlar va aziz ko'rgishlar eshitamiz. Men ham omad ایت sizga tabrik و تمام مسلمانای افغانستان خصوصا مسلمانای مردم سمنگانگا پیش از پیش تبریک ایتامز. خداوند عید وش روز عید با خشوع خنان ود کسنلر سپری قسنلر. پیام بکه من پیام که تمام مردم افغانستان خصوصا مردم سمنگان براga اتحاد qilsin, hamkorlik qilsin, g'ariblarda, benavolarda dastini olsin. Sag'ir bor, kasoi ki benavo bor, ularda ko'mak qilsin. Meni payomim shuki, mardum ittihood ittifoq bo'lsin. Kattakon rahmat, hurmatli og'asi. Tashakkur, orom bo'ling. Aziz do'stlar va hurmatli Radio Televizioni Milliy Afg'onistonning ko'ruvchilari, shundoq ko'rasizlar, biz Sati shahri Aybaka chiqqanmiz. Albatta namoz kelgan uchun yo Ramazon bayrami kelgan uchun bir o'zbek dastur olsak va vatandoshlarimizni, do'kondorlarni va Samangon yoshuvchilarni musohibasini olsak va albatta irtibot va omadaligi Ramazon bayrami va shundoq tasvirga ko'rasiz, bir akamiz do'kondor va voskato va kigish narsalar sotadi va gapiramiz irtibot ishlari uchun ko'proq gapiramiz. Salom Oji so'yib bo'ladi, o'zingizni bizlarga va aziz ko'rgishlarga boshlig'i o'zbek dasturga ma'rifat qilsangiz va tanitsangiz. Va alaykum assalom. Avval salom sizlarga. Bizlar Samangonga vaskat purish maydonida ishimiz. Ko'p yaxshi. Endi namoz ham kelatibdi, yo Ramazon bayrami ham kelatibdi. Nima raqam mardim vaskat olaman, shu mardim namoz uchun yo Ramazon bayrami uchun nima narsalar hisobi kelgan uchun oladilar? Bizni Samangonimizga mana shu vaskartni ziyodroq mardimimiz xushlaydi. Vaskartni nima? Vaskartni oti vatani. Bir xillari vaskardoy Pomir, mana bular Pomiring, o'sha Pomir vaskart, mana vatani vaskart, Hoji Muso vaskart deding, ana bu farmoyishi vaskart deding. Shu vaskarlarni degan Samangonga xili xushlaydilaring. Ko'p yaxshi. Narx-navo nima raqam? Narx-navo fazli xudo yaxshing, xili mardim xushing. Fazli xudo yaxshing. Samangonlarni olishi nima raqam? Oladi, fazli xudo olading. To necha ro'zgacha mardim bir mosh olgan joyda girtik pirayshon eding. Hali fazli xudo imorat mosh berdi ma'limlarga, askarlarga, sarbozlarga mosh berdi fazli xudo. Hali xeyli bozorda giribori yaxshing, mardim olading. Kattakon rahmat, ishlaringiz, bozoringiz qanday? Fazli xudovan xeyli yaxshing, bozorlar yaxshing. Kattakon rahmat sizdan bo'ladi. Aytayotganingizni va payomingizni bizlarga va aziz ko'rgishlarga aytsangiz. Boshqa payom yo'qing, zinda bo'ling, sog' bo'ling, sizlarga orzu qilamiz. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling, bo'izat bo'ling. Aziz do'stlar va hurmatli Radio Televizioni Milliy Afg'onistonning ko'rgichlari, shundoq ko'rasizlar, men bir do'kondaman va xohlaman bu o'zbek dasturimizda davomisiga albatta do'kondorman ham gapirsam, hisob ishlaridan, xarid furushlaridan, narx-navo nima raqam, necha xil mevalar bor, albatta Ramazon bayrami uchun ko'proq hurmatli akamiz menam va Samangonni do'kondoriman ham gapiramiz. O'zbek dasturimizning boshlig'i bu kishi menam ma'rifi bo'lamiz va sizlarga va aziz ko'rgishlarga tanitamiz. Assalomu alaykum. Orman akajon bo'ladi, o'zingizni bizlarga va aziz ko'rgishlarga avvalga ma'rif qilsangiz. Alaykum salom, bismillahirrohmanirrohim. Saynaqibullo Sodonman.
Aybak markaziga, Aybak shahridan Samangon markaziga. Kattakon rahmat Sadat janoblari, sog' bo'ling, omon bo'ling. Hurmatli Sadat so'b, mendan aytsangizki, ro'za oy nima raqam o'tdi? Shukr alhamdulillah, ro'za oy bir fayz barakat oy degan ko'p yaxshilikqa o'tyapti. Shukr alhamdulillah. To'filan degan bir 3 kun qoldi namoz bayramiga. Ko'p yaxshi. Albatta, shundoq bilamizki, Ramazon bayrami ham keladibdi va Samangon yashovchilari va Samangon xalqi ko'proq nima narsalardan oladi, bo'ladi bizlarga va'ziz ko'rgishlardan aytsangiz, albatta yegulik va ichimlik nuqta nazaridan. Bale albatta. Az qabil Samangon hamsharilarimiz naxud oladi, kishmish, degan mayiz albatta, degan kakao, kulcha, chokolat mana shu narsalarni oladim ko'proq. Ko'p yaxshi. Albatta narxi navo nima raqam? Bale alhamdulillah ko'p yaxshi. Biz yaxshi narxga bularga savdo beramiz. Inshaalloh kesalar taxfifimiz ham bor bularga degan mana shu narsalar degan. Kattakon rahmat. Albatta bu do'konga turli xil mevalar ko'rinadi. Bo'ladi, mevalarni e'tiborga olsangiz, bunda albatta meva xush yo yeguliklardan nima topiladi va ichimliklardan nima topiladi? Albatta jegulikdan albatta az qabil kego, kulcha, naxud, shirpera va degan har narsa desa topiladi. Degan no'shobalargan Hitkanob degan to har narsa desa topiladi muonislar Gabisxongacha. Kattakon rahmat. Albatta Samangon mardimi namoz kelmay turib yo Ramazon bayrami kelmay turib nima omadalik oladi? Bo'ladi bertibotga aytsangiz. Bale albatta Samangon mardimi xususan shu hamma Afg'onistonda mardimi va musulmonlarda ikki namozi boring. Az qabil omadagilari masalan meva olmak uchun libos jo'lagan, vaskad, az qabil chapulu mana shu narsalar degan. Kattakon rahmat Sadat janoblari, bo'ladi qutlug' payomingiz bo'lsa yo payomingiz bo'lsa bizlar va'ziz ko'rgishlar eshitamiz. Xohish qilaman degan payom xosim yo'q, bir payom bor, javonlarga hamisha xush bo'lsin, musulmonlarni ikki yidi boring, shu ikki yidga xushlikqa, hamdillikqa, samimiyatga o'tgan. Namozi qutlug' bo'lsin deyman, pesh albatta. Kattakon rahmat sizdan. Xohish qilaman. Aziz do'stlar va hurmatli radio televizion Milliy Afg'onistonning ko'rishlari, shundoq ko'rasizlar, men bir kigish do'konlardaman. Albatta shundoq ko'rasiz, Oskat bor, chapan bor, kurti bor va g'ayra turli kigishlar bor va shundoq tasvirga ham ko'rasiz. Hurmatli do'kondor, mana ham musohiba qilamiz, albatta ishlaridan so'raymiz va nima raqam narsalar sotadi, narxi navo nima raqam, ko'proq gapiramiz. Albatta farhang, rasm rivoj va Samangon yashovchilari va xalqini omadaligi irtiboti Ramazon bayrami nima va ko'proq gapiramiz. Salom akajon, ormang sog' bo'rsizmi, baxar bo'rsizmi, ro'zoy qanday o'tadi? Baxar o'taman inshaalloh. Xudoga shukr, ko'p yaxshi o'tadi. Havo sart, bexi yaxshi degan, ko'p yaxshi. Va o'zingizni bizlarga va'ziz ko'rishlarga toniting va ma'rifat qiling. Men otim Hoji Mahamada, shu Samangondan bo'laman, Qariyay Dalqakidan bo'laman, shu markaziy sharga bu yoqda meni bir poya do'koni bor, kironichinman. Ko'p yaxshi. Kattakon rahmat. Ishlaringizga xayr barakat bo'lsin. Hurmatli akam, mendan aytsangizki, bu do'konlarga shundoq ko'ramiz, turli kiyishlar ko'rinadi. Bo'ladi bertibotga ko'proq aytsangiz, narxi navo nima raqam, mardimi Samangon yo Samangon xalqimiz qaysi kiyishlardan oladi? Bo'ladi bertibotga gapirsangiz va so'zlasangiz. Ko'p yaxshi gaping o'g'ajon, xayr ko'ring. Zimiston bo'ldi, shu jelak, chapan, shu narsalar farhangimiz ko'p bo'ladi. Shu may muborak Ramazonga, Yidi Qurbonga, shu Oskat, shu jumper, shu narsalar. Hozir qaysidan oladi deb? Fe'lan shu Oskat, shu setga olading, bizlardan oldimizdan jelak olading. Albatta chapan ham olaman. Chapan ham olading, bala bir xayri sharga chapan ham olading, bala. Va narxi navo nima raqam, xarid furushlaringiz qanday deb? Ana shu 2 kun bo'ladi, bozor shuru bo'ldi. Bugun 27 Ramazon, shu 2 kun bo'libdi bozor shuru. Tolgacha qaysi bozor yo'q eding, mardim zaif, tavonosi yo'g'ing. Bozor musulmonlar moli arzon axtarib jirading. Bizlar ham shu musulmonlar uchun moli munosib keltiramiz, shu munosib beramiz. Ko'p yaxshi. Hoji so'b, mendan aytib o'tsangizki, amniyat nima raqam deb? Xudoga shukr guftayam ardak biyodar. Kecha kunduz yirsak biyodar, kecham shunda do'kondorlik qilamiz biyodar, bizga qish muzoyimat qilmayding. Kattakon rahmat va bo'ladi aytayotganingizni va payomingizni bizlarga va'ziz ko'rgishlarga aytsangiz. Xush bo'ldik didorlaringizdan, xush bo'ldik biyodar, o'tan do'stingizdan, xush bo'ldik guftayam ardak biyodar. Bizlarda qadr berdingiz, izzat berdingiz, televizionga nashr qildingiz, biyodar biz xeyli xush bo'ldik. Xayr ko'ring, televizioningizdan bir jahon sifos. Kattakon rahmat. Agar qutlug' payomi idingiz bo'lsa, ya namozingiz bo'lsa, bizlar va'ziz ko'rgishlar eshitamiz.
Peş avval sizlarga bu yoqda tabrik deymiz, bu yoqda Şiidi, Ramazoni, Saidi fitrni diga vatandolarga Sog' bo'ling, omon bo'ling. xayr bo'ling. Aziz do'stlar va hurmatli Radio Televizioni Milliy Afg'onistonning ko'ruvchilari va muxlislari. Bu yil majmua o'zbek dasturimiz albatta farhang, rasm rivoj va nima raqam tajlili Ramazon bayramidan sizlarga taqdim qildik va havola qildik. Va sizlardan ham katakon rahmat deyamanki, boshliq o'zbek dasturimizdan ta oxirgacha bizlar bilan bor edilaringiz va bu o'zbek dasturimizni ko'rdilaringiz. Ulug' Tengri taolodan istaymanki, Ramazon bayramini yaxshilikqa o'tkazsalaringiz va to'at va ibodatlaringiz Ulug' Tengri taoloning oldiga qabul va maqbul bo'lsin. Xudofizi nosirlaringiz yaxshi bayram o'tkazingizlar.